Qirg'izistondan bo'lamiz o'zimiz. Mana chegarada turamiz, Granisada. Ana manta olmalarimizni, ana o'rik olib kelib sotamiz. Allohga shukr, bunday savdolarimiz yaxshi bizdan. Mana o'zbeklar bilan ham bunday tuğanchiq dayli bo'lib ketganmizda, dasturxonimiz, to'y oshimiz bittalar. Rahmat shularga, barchaga rahmat. Bizni mana shunday joy qilib berib, o'tirg'izdirib, nima qilganlarga rozimiz. Mana shunday ek eldan do'stligi baylanishganimizga biz abdan suyunamiz. Oilaviy keldik, 3 ta qizim, 2 ta nevaram bilan. Yozgacha vaqtimiz bo'lmay, endi vaqt bo'ldi, endi keldik. Bizda salqin ekan, yaxshi Shabada. Ham tinch. O'zimizda hozir issiq. Batlar Shabada yaxshi ekan. Mazza qilib dam olyapmiz. Men O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyatidan keldim. Qo'rg'oponga oldin kelganman, endi birinchi kelishim hozirda. Lekin bugungi kunda yaxshi ko'lga chiqib ketyapmiz. Yo'llar yaxshi. O'zbek qirg'iz millatlari orasida hech qanaqa e'tibor yo'q. Oldinga nisbatan yaxshi, zo'r. Hamma yoq joyida. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Sizlar biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan keldik. Tez kelib turamiz. Mana ko'lni tomosha qilgani keldik. Yozda kelgan edik, suv ko'pgina edi. O'shanga suv ozayapti deyishdi. Ozayganini ham bir ko'raylik deb ozaygan holatni ko'rgani keldik. Yaxshi ham yo'q. Bu bizim çoğumuz alıyoruz. 80 kişiye alaklaştırgan bardıq şartlar menen. Azlar ko'rsatib. Bu bizim kuxnya galdı teylegan. Bu yerda bardıq şartlar var. Plita, холодильник, moyka bu şartlar menen. Bardıq bir mezgilde 80 kişini to'liq qabul alıp, agız pechte bera olasiz. Problema şol bizning O'zbekistondan nemanlar, qo'noqlar, yasaluvchilar bu yoqqa bizga cho'g'baydi. Sebebi bizdan qilib shahmardan pogраничный postlar bor, sol bizga orqamda meshatlarni пропуска оформить kerak edi. Mumkin emas deb sol cho'g'baydi. Sol problema bizda. Dam olyapsizlar, yaxshi dam olyapsizlarmi? Hammalaring. Biz ham yaxshi dam olyapmiz. Bardıq şartlar var ekan, suv yaxshi ekan,
parafin, bardıq şartları var ekan, massaj var ekan. Aşqazanğa, jana başqa içdəki ağrılarga bütün bardığına yaxşı darı oturgan darı suları var ekan, suları yaxşı ekan, tamaq aşı, şartları bardığı yaxşı. Biz Çerez Kuvasay'a gelip Kızılkaya'dan ötüp. Bayağı ötkörü punktlardan öttük. Ayda tosk olduk жоқ ekan. Жақшы ID kart meni ötkörü verdi. Очередтагы da жоқ. Öttük Özbekistan'a ötkenden keyin bizde taksiler kütüp aldı. Kütüp alıp to'g'ri Altari kap geldi. Kırgızlar geldi, Tacikler geldi. Bunlar bana yaklaşıp, gururlaşıp, şurada maşına şaşkaklaşıp oturup geten de. Juda yaxşı adamlar. Endi bundan da yaxşı bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Qirg'iziston umuman Batken oblasti bilan bizni umuman turizm sohasidagi munosabatlarga to'xtaladigan bo'lsak, bu bir tomonlama emas, ikki tomonlamali hamkorlik bo'lyapti hozirda. Misol uchun u yerlik Batkendagi yerlik aholini Farg'ona viloyatiga, qo'shni viloyatlarga ham qiziqishlari katta. Misol uchun biz ko'plab o'sha yerlik mehmonlarni, sayyohlarni Marg'ilon ipakchiligi, Rishtonni kulolchiligi, Qo'qondagi bozorlarimiz ularda katta taassurot qoldiryapti. Bundan tashqari tibbiyot turizm yo'nalishida ham ko'p tashrif buyurishadi. Bizda bilasiz, Farg'onadagi O'zbekiston bo'yicha eng ko'p sanatoriyalar bizning viloyatimizda joylashgan. Soni jihatdan, sifat jihatdan